We Master Trade. Welcome to We Master Trade. Today, we are speaking with a young trader from Uzbekistan who will share his trading journey strategy and also his experience with our platform. The interview will be hosted by Shoruk, Head of Customer Support at We Master Trade. First, please introduce yourself. Assalomu alaykum, ismim Shohrux, VMaster Trade kompaniyasida mijozlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi rahbariman. Sizni oxirgi qilgan payoutingiz bo'yicha savollarim bor edi. Avval o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Abdurahmon, familiyam Abduhalimov. O'zbekiston, Andijon viloyatidanman. Yoshim 19 da, hozirda talabaman. Sounds good. Is this your first time entering trading or do you already have some experience in business or trading? Juda yaxshi. Savdoga, ya'ni tradingga kirib kelishingizga nima sabab bo'lgan? Men tradingga kirib kelishimga ko'plab sabablar bo'lgan. Eng asosiysi, meni bir do'stim bor edi. O'sha do'stim bilan o'sha do'stimga qiziqib kirib kelganman bu sohaga. And what is your main purpose in doing trading? Have you had any experience with trading before? O'zi tradingda asosiy maqsadingiz pul ishlashmi yoki shunchaki shug'ullanib ko'rganmisiz? O'zim hozir moliyada o'qiyman. Moliya sohasida. O'zimning qiziqishlarim ham bor. How long have you been actively involved in trading? Faol ravishda trading bilan qancha vaqtdan beri shug'ullanasiz? Asosiy tushunib o'qib chiqib shug'ullanishni boshlaganimga 8-9 oy bo'ldi. O'zi aslida 1,5 yildan beri trade qilib kelaman. So you have about 1.5 years of overall experience, but around 8-9 months of serious trading experience. That means you are still developing your skills as a trader. Now, may I ask, where did you first hear about our company with Master Trade? Was it on Instagram or Telegram? Faol ravishda 1,5 yildan ancha o'tib qoldi. Tajribali treyderlar qatoriga kirasiz. Juda yaxshi. VMaster Trade, ya'ni bizning kompaniya bo'yicha birinchi marta qayerdan eshitgan edingiz? Instagramdami, Telegramdami? Men birinchi marta buni community, ya'ni sizlarda affiliate deydimi? Shunaqa gruppadan Hamkorlar. Saodat opa bilan Shahnoz opa hamkorliklardan. O'shalar yordam berishdi, shartlarni tushuntirishdi. Chunki qoidalar boshqa prop kompaniyalaridan sal boshqacharoq. Shuning uchun ularda yordam katta bo'ldi. What do we mean by a little different? Are your rules hard? Sal boshqacharoq deganda nima nazarda tutish? Qiyinmi qoidalarimiz? Yo'q, qoidalar qiyin emas. Misol uchun foyda barqarorligi men asosan imtihonli proplarda ishlayman. Ya'ni bosqichli, VMasterda esa yaxshi tomonlari juda ko'p. Ya'ni imtihonsiz proplar ancha narxi arzon va qoidalari ham shunga yarasha oson. Tajribali treyderlar menimcha eplab olib keta oladi. Thank you. Now let's move on to the trades you have made and the successful trades you achieved. For this, could you please show your MetaTrader or your TradingView account and give us a brief analysis? Juda yaxshi. Endi qilgan savdolaringizga va payoutga olib kelishdagi muvaffaqiyatli savdolarga to'xtalsak, va uning uchun MetaTrader yoki TradingView hisobingizni va bizning tomonidan ochilgan hisobni ko'rsatsangiz va ozgina analiz qilib bersangiz. Hozirda men asosan o'zi metallar bilan ko'proq savdo qilaman. Bu yerda hozirda aktiv bizning savdoyimiz bor. Qanaqa analiz qilinganini ko'rsatib beraman. Deylik, kengroq qilib ko'rsatsak. Men asosan ganna matematik strategiyadan foydalanaman. Qaysi strategiya ko'rishimiz mumkin? Eshitilmay qoldi. Narx matematik bilan ganni men hozir qisman ko'rsatib bera olaman. Chunki hali to'liq darsni tugatganim yo'q. Hali ham o'quvchiman, ustozim nazoratida bu natijalarga erishib kelyapmiz. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin, narx impuls bilan pastga harakat qilgan. Harakat impulsiv harakat to'xtagandan keyin narxni maksimum va minimumlaridan bu yerda Fibonacci qatorida korobka ganna degan narsa bor. O'shini maksimumdan minimumga tortaman va uni zonalari bor. Misol uchun mana bu yerda 0.25, 0.382, 0.5, 0.618, 0.75. Men entry zonalarim asosan 0.25 ni buzib pastga o'tib, minimum yasab, keyin undan mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, buzib o'tib tepaga
0-382 zonaga tegib, qaytganda entry qilaman, qaytishida. Mana bu yerda qaytgan, sham hozir mana shu chirib tashlaymiz shekilli. Ko'rinishga hali beryapman. Bu yerda ko'rishingiz mumkin sell switch. Undan keyin kelgan zonamizga bu yerda mana entry deb yozib qo'yganman. Entry qilganman. Mana bu yerdan kirishni tasdiqlaydi. Shu yerdan kiraman. Stopni 0.25 zonani 50% ga qo'yaman. Hozir 50% ga qo'yapman. Oldin bozor ancha sekin vaqtida minimumga qo'yardim. Hozir bilasiz, volatilность kuchlik va men stopni agar bu yerga qo'ysam, meni riskim ortib ketib qolyapti. Shuni hisobiga stopni sal teparoq qo'yib, ikkita entry, agar stop olsa, pastrog'idan ham yana bir interest qiziqib ko'ramiz. Bu yerdan kirganmiz. Hozirda biz full take olgan deb ko'rsatyapti. Adashmasam 4 soatlikdan ekan. Bizda full tepa bo'lgan. Demak, bu 4 soatlik time frame. Asosan katta time framelarda ishlashni maslahat beraman bu instrumentda. Chunki hozirda kichkina time framelarda manipulyatsiya va illyuziya holatlari ko'p kuzatiladi bu strategiyada. Ishlamasligi mumkin. Lekin katta time framelarda asosan 70-80% o'xshab beradi. Thank you. Do you use any other trading strategies besides this one? Juda yaxshi. Va boshqa strategiyalaringiz ham bormi? Boshqa strategiyalar hozir o'rganayotganlarim bor. Mukammal o'rganmaganman ularni. Ularni o'rgansam keyingi safar bo'lsa chiqib turadi. So, if I understand correctly, this is the main strategy you use for trading and it has brought you successful results, right? You can close the trading view up. One of the main questions is about trading. How did you start trading? How do you usually trade? Do you use trading robots or not? Aynan shu strategiya bo'yicha savdo qilgansiz va muvaffaqiyatli yopgansiz savdolarni, to'g'rimi? TradingView ilovani yopishingiz mumkin. Foydalanmayman. Chunki robotlarda baribir inson topshirib qo'ya olmaydi unga. Ko'p guvoh bo'lganman robot bilan ishlaydiganlarda, robot nazoratdan chiqib ketib qolsa, riskni boshqara olmay qoladi. Ya'ni bir tomonga impulsiv ketib qolsa, yangiliklar vaqtida, shunga o'xshash holatlarda robotlar ojiz qoladi. Currently in Uzbekistan, many trading robots are being promoted and they're also advertised on Instagram and other platforms. That's why I ask whether you use robots or not. In our company, robots are generally allowed. However, high frequency expert advisors, especially scalping robots, are not permitted for trading. Yaxshi. Hozirda O'zbekistonda juda ham ko'plab robotlar tarqalgan, Instagramda har xil platformalarda reklama qilishyapti. Shuning uchun so'radim, robotdan foydalansizmi? Lekin bizning kompaniyada robotlarga ruxsat berilgan. Lekin high frequency expert advisor deydi, ya'ni nima deydi? Tradingda scalping bo'yicha robotlarga ruxsat etilmagan. O'zbekistonda asosan shunaqa robotlar reklama qilib, uni orqasidan faqat pul topish xolos, sotib pul topish. Uni ishlatib hali normal summa ishlagan trader tanimayman. Great. How do you personally manage the risk in your trades? And what advice will you give to other traders about controlling risk? Savdoda shaxsiy riskni qanday boshqarasiz va boshqalarga riskni nazorat qilish bo'yicha qanday maslahatlar berasiz? Men asosan tizimli savdoga o'rganganman. Ya'ni bir kunda 0.5% yoki 1% atrofida hamma savdoimga risk qilaman. Deylik bir kunda 1% minus bo'lsa, savdo to'xtatiladi. Chunki men kun oxirida aytdimki, ustozim nazoratidaman hozir. Kun oxirida men targovli istoriyani ustozimga tashlayman va nima sababdan kirganlarimni trade jurnalim bor, o'shanga yozib boraman. Asosan riskim shunaqa. Keyin foydaga keladigan bo'lsak, 2-3% atrofida foyda qilsam, trade off, ya'ni kunni yakunlayman. Boshqa savdoga kirmayman. Zonam bo'lsa ham. Thank you for sharing your strategy. In trading, psychological pressure can be very strong for traders. Many traders try to maintain a good mindset by reading books, watching educational videos, or seeking advice from experienced friends. So, how do you personally manage and maintain your psychological discipline while trading? Juda yaxshi strategiya. Savdo paytida kuchli psixologik holatni saqlash uchun, ya'ni bilasiz, traderlarga kuchli bosim bo'ladi. Shu psixologik holatni yaxshi saqlash uchun ko'pgina traderlar kitoblar o'qishadi, videolar ko'rishadi yoki biror do'stlari bilan maslahatlashishadi. Siz qanday saqlaysiz bu holatni? Bu holat, men asosan savdoga kirsam, tekimni, stopimni qo'yaman va do'stlarim bilan Counter Strike o'ynashim mumkin yoki
har xil joylarga aylangani chiqishi mumkin. Agar unga sharoit to'g'ri kelmasa, ya'ni hech qayoqqa chiqa olmasam, trade community'lar bor, o'shalarda chatlar bo'ladi, o'shalarga kirib, birga fikr almashib, gaplashib o'tirib. Qarab To'g'ri, o'tirganda odam emotsiyaga beriladi-da. Misol, normani yurib turib tepaga chiqib, sal atkat bersa ham shu ichida yopsam bo'lardi, tepasida yopsam bo'lardi degan narsa bo'ladi. I wanted to ask about the same thing. Many traders set a take profit level but end up closing a trade before it actually reaches that level. So how accurate is this observation? Xuddi shuni so'ramoqchi edim. Ya'ni ko'p traderlar take profit qo'yishadi, lekin take profitni olmasidan oldin savdoni yopib yuborishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Bu noto'g'ri, chunki take qo'yildimi, maqsad qo'yildimi, uni oxirigacha kutish kerak. O'z nomi bilan target maqsad. Agar ungacha kutmasa, afsuslanishi mumkin-da, keyin o'sha yopgan joydan take'ga borsa, ili qaytib ketsa ham, misol stop olsa, bu rozi bo'lingan pulda. Tutgan yaxshi. Chunki o'ziga bo'lgan ishonch ortadi take olgandan keyin. How important do you think is the role of patience in successful sales? Sizningcha muvaffaqiyatli savdoda sabrning o'rni qanchalik muhim? Sabr eng asosiysi. Sabr, chunki besabrlik orqali ko'plab minuslar ili misol zonani kutmasdan entry qilish ko'plab minuslarga sabab bo'ladi yoki targetni kutmaslik, stopga ozgina qolganda bozor qaytib ketishi mumkin, uni kutish kerak. Agar o'sha paytda chiqib ketibdi, bozor orqaga qaytsa, bo'ldi. Afsuslanish boshlanadi, depressiya shunga o'xshash ulanib ketadi. Even if you are patient, sometimes trades can still end in losses. In such situation, what advice will you give to others? Yo'qotilgan savdo, ya'ni yo'qotilgan savdo bo'ladi. O'zingiz aytishingiz bo'yicha hammada ham minus bor va shunday holatlarda qanday o'zingizga dalda berasiz? Minus bo'lsa, bo'ldi. Chiqaman bozordan, kino ko'raman, ili shunga ustozim bilan gaplashaman misol uchun. Nima sababdan minus bo'lgan tahlil qilamiz. Afsuslanmaslik uchun, minus qilsa, yo'qotilgan savdo uchun afsuslanmaslik uchun kichkina risk qilgan ma'qul. Riskni oshirmasdan kontrol qilsa, u yo'qotishga rozi bo'lasiz. Misol, afsuslanish ham deyarli bo'lmaydi. Exactly. If a trader sets a specific risk level, it means they are already prepared to accept that loss. Even if a loss happens, they should accept it calmly. Is that correct? Demak, belgilangan risk bilan yo'qotishga tayyor bo'lgan pul bilan kirilsa, minus bo'lsa ham achinmaydi odam, to'g'rimi? Eshityaptimi? Da, to'g'ri. Okay, now let's briefly talk about your experience with Winmaster Trade. What is your overall experience and your opinion about our company and platform? Endi Winmaster Trade bo'yicha tajribaga qisqacha to'xtalsak, bizning kompaniya, ya'ni platforma bo'yicha umumiy tajribangiz va fikringiz qanday? Winmaster bo'yicha juda zo'r hozirda, chunki qoidalarni o'rganib oldim. Shu Winmaster orqali ko'plab tanishlar orttirdim, trader tanishlar. So'ng menga ma'qul keldi. Chunki men oldin ko'plab firmalar bilan ishlaganman. Ko'pida qonun qoidalar juda tuzilgan. Imminnoy traderni muvaffaqiyatsizligini kutish uchun deb o'ylayman. Lekin mana Winmasterda biz imtihonsiz bo'lsa ham newslarda savdo qilishga ruxsat bor. Qisman scalp qilishga ham ruxsat bor. Overtrade ko'plab firmalarda overtrade'ga ruxsat yo'q. Ya'ni bir kunda belgilangan savdo. And which specific functions or tools of our Winmaster Trade platform have been the most useful for you? Platformamiz, ya'ni bizning Winmaster Trade platformasining aynan qaysi funksiyalari yoki vositalar sizga eng foydali bo'ldi? Platformaning eng zo'ri, ya'ni o'sha telefon uchun, ya'ni telefon uchun mo'ljallangan appda, ya'ni PGN'da har safar kirganimda, har kuni kirganimda birinchi bo'lib qiladigan ishim o'sha sovg'ani olish, misol uchun, juda qiziq bo'langan. Keyin ko'plab chegirmalar ili shunga konkurslar bo'lib o'tadi. Ularga maksimum qatnashishga harakat qilaman. Interesting, zo'r bo'lib menga yoqdi. Sounds good. We have a customer support system in place. What suggestions or complaints do you have for improving the system? Juda yaxshi. Mijozlarni qo'llab-quvvatlash tizimi bizda mavjud. Shu tizimni yaxshilash bo'yicha qanday takliflaringiz yoki shikoyatlaringiz bor? Shikoyatlar yo'q-u, rahmatlar bor. Sizlarga katta rahmat, chunki men doim yozaman. Misol, supportlar bilan aloqada bo'lib turishga
harakat qilaman. Chunki supportlar bilan aloqa yaxshiligi bu probga bo'lgan ishonchni ta'minlab beradigan asosiy narsa. All right, and finally, my last question: will you recommend WeMaster Trade to other traders? And if yes, what are the main reasons? Juda yaxshi Uzoq va kutilgan. so'nggi savol. So'nggi savolim, WeMaster Trade'ni boshqa traderlarga tavsiya qilasizmi? Agar ha bo'lsa, aynan nima jihatlari uchun? Absolyutно, tavsiya beraman. Chunki ko'plab traderlar bez imtihon, arzon va qulay, ishonchli problarni qidirishadi. WeMaster'da bu hammasi mujassam, olib ishlashni tavsiya beraman. Imtihondan o'tish shart emas, misol uchun. Keyin payout kunlari, ya'ni boshqa problarda belgilangan 14 kundan keyin payout berasan, shunga o'xshash foyda barqarorligini ta'minlash orqali tez payout olsan. Thank you for sharing your trading experience with us, and thank you, Charu, for hosting and guiding today's conversation. We wish you continued success in your trading journey. Thank you, everyone, for watching, and see you in the next WeMaster Trade interview. Bye-bye. WeMaster Trade.